Mesela Amerika Savdo Vekili Jameson Kirer, Kanada hükümetinin Xitayda işlengen 49 ming tokluk avtomobilning töven tamojni beji bilan davlatga kirishiga yo'l qo'yish qararini xatarlik deb sifatladi hamda Kanadaning bu qaroridan pushaymon qilishi mumkinligini aytdi. Bu so'zni siz qanaqa? Bu bir şekilde yıpıklık bir tehdit hem de. Sen eğer de bizning deganni qilmasang bir narsalarni qilaman degan bir gapda hamda yıpıklık bir şekilde. Çünkü bu Baş Minister Carney'nin Davos'taki gibi moyun bir gaplarni qildi. Yani bu cihan o'zgarayotganligini ve burunqi tüzüm devam qilmaganligini ve üzüp tashlab yıkılganlığını yani devamlılık bo'lmaydiganligini. Şununla her devlet özünün yolunu tepip meğiş lazım. Xitay tehi Amerika'dan işençilik bir vadıdı degandek gaplarni qilgan ekan. Bu Trump'ның yurgizayotgan bu siyosatiga pek muvofiq emas. Carney bu gaplarni da'vatgan vaqtida nurg'un odamlar chavak chaldi. Nurg'un odamlar o'rtudi. Demek ki nurg'un devletler bunu Carney'ni qo'llag'ashqa yoki onunki degan gapini tushanchini qabul qilg'ashqa bu Trump'ni bek rahatsız qildi deb o'ylayman. Bence hazırdan başlap Amerika şu Kanadaga karşı bazı siyasetini ilip baraylı deb bunun müzakereni qilishga başladı deb o'ylayman.